Rostdan ham jahling chiqqanga o'xshaydi. To'g'risini aytganda, sen juda mayda felsan. Shuncha yildan beri katta shaharda o'rnasha olmaganining sababi ham shu. Aka-uka Lisyani bilasanmi? Bolalikdagi do'sting. Qishloqdagi eng katta boylarga aylandi. Balki ularning yoniga borib yalinsang, non berarmidi? Bu shaharga qayta boshqalarga ishlashdan ko'ra yaxshiroq emasmi? O'zingni shunchalik muhimsanmi? O'zing ham farishta emassan. O'zing ham farishta emassan-ku. Men senga yaxshilik qilib to'g'ri yo'l ko'rsatyapman. U singlingni aqli zaif deb atagandi. Seni ham aqling joyidami o'zi? Kim militsioner? Men faqat faktlarni aytyapman. Nima, noto'g'rimi? O'chir ovozingni. Singling aqli zaif emasmi? Nima, urmoqchimisan? Ur. Tagi past. Buni qaranglar. Juda chanqaganga o'xshaysan. Sanga yo'qotdimi? Mazali. Ay, Ahmoqning akasi qaytganga o'xshaydi. Agar rostdan ham qaytgan bo'lsa, yo'qollaring. uning jahl qilishiga bir qarasang-chi. Aka. Qo'rqma. Yoningdaman. Ularni quchoqlashiga bir qaranglar. O'chir ovozingni haromi. Ota-onang senga qanday tarbiya berishgan? Hozir seni ta'ziringni beraman.